Davom etaveramizmi desam, nima deyilyapti misolda? Hop, tenglarni yechishimiz kerak ekan. A savolda aytyaptiki, tenglarni nechtita haqiqiy yechimga ega deyapti. B savolda so'rayapti, haqiqiy ildizlar yig'indisini so'rayapti. Xo'p, endi x minus 1 ning to'rtinchisi turib tursin. Teng bo'ladi. Mana buni o'tkazib yuboraman narigi tomonga. X kvadrat ayrilgan 2x 73 ni 72 plus 1 qilib yozib olaman. Plus 1 qo'shilgan 72. Endi mana bunga qarasak, mana shu holatga qarasak. Taraf holatga qoldim. X minus 1 ning to'rtinchisi teng bo'lyapti x minus 1 ning kvadrati qo'shilgan 72ga. Bizda mana bu endi t deb olsak, bu teng bo'ladi bizga t kvadratiga teng bo'ladi. Shunda t kvadrat endi ikkalasini ham narigi tomonga o'tkazib yuborsam ayrilgan t ayrilgan 72 teng bo'ladi ekan 0 ga. Shunda bu yerdan endi t1 ni topsam, ya'ni v7 ni topsam 9 t2 bo'ladi -8 ga. -8 bo'lolmaydi, chunki biz nimaga tengladik? X minus 1 ning kvadratiga tengladik. Shunda x minus 1 ning kvadrati teng bo'lsa 9 ga. X minus 1 teng bo'ladi plyusdan -3 ga. X teng bo'ladi. Hop, 3 plus 1 teng 4 ga. X teng bo'ladi -3 plus 1 teng bo'ladi ekan -2 ga. Demak bizda x1, x2 jami ikkita yechim bor ekan. Va ularning yig'indisi 2 ga teng bo'ladi ekan. Hop, keyingi misolga o'tamiz bo'lmasam. Keyingi misolimizda tenglamani yechishimiz kerak. O'tgan safargi 36, 37-savollar tahlilida ham shu savol qolib ketadi. Shundan ko'roq ko'rib olaverasizlar endi. Hop, yozib olaman. Mana buni bu tomonga o'tkazaman. Kosinus kvadrat 6x ayrilgan 2 ko'paytirilgan sinus 3x ko'paytirilgan kosinus nima 6x qo'shilgan sinus kvadrat 3x teng bo'ladi endi. Mana buni bu tomonga o'tkazaman endi. Hop, endi 3 kosinus 6x ayrilgan 3 ta sinus 3x. Endi mana bu yerda 2 bor. Buni 2 plus qilib yozib qo'yaman. Endi qaraymiz. Mana bu holatga qarasak biz. Nimani beradi bizga? Ya'ni kosinus 6x ayrilgan sinus 3x ning kvadratini berib qoladi bizga. Mana shu holatimiz. Endi mana buni uchun chiqarsak, kosinus 6x ayrilgan 3 ta sinus x. Sinus x ni o'zi 3 yo'q. Shunda mana buni t deb belgilab olsam, mana bu t kvadrat bo'ladi. Yozib olaman endi 2 plus bu holatim t kvadratni berdi. T kvadrat teng bo'lyapti 3t ga. Endi t kvadrat ayrilgan 3t plus 2 teng bo'ldi 0 ga. T1 teng bo'ladi 2 ga, T2 teng bo'ladi 1 ga. Shunda tenglayman endi. Kosinus 6x ayrilgan sinus 3x teng 1. Birinchi holatimizda ishlayman. Mana kosinus 6x ni yo'yib olaman. Qaysi holatda? 1 minus 2 ta sinus kvadrat 3x ayrilgan sinus 3x teng bo'ladi ekan 1 ga.
Ikki chekkadagi birlar qisqarib ketadi. Hop, minusga olib borsam buni keyin ikkita sinus kvadrat 3x plyusdan sinus 3x teng bo'ladi ekan 0 ga. Shundan sinus 3x teng 0, sinus 3x teng bo'ladi minusdan 1 taqsim 2ga. Bu kelachim chiqdi endi. Ikkinchi holatimizda endi kosinus 6x ayrilgan sinus 3x teng bo'ladi ekan 2ga. Endi mana buni yana yo'q olaman. Ikkita sinus kvadrat x 1 minus ikkita sinus kvadrat x 3x ayrilgan sinus 3x teng bo'ladi ekan 2ga. Endi bularni hammasini nariga tomonga o'tkazsam va sinus 3x t deb belgilab olay. Ikkita t kvadrat qo'shilgan t 2dan 1 esa plus 1 teng bo'ladi ekan 0ga. Endi diskriminant olsam 1 ayrilgan 4 ko'paytirilgan 2. 0 dan kichkina. Bu degani javob chiqmaydi. Bizda demak mana bu ikkita javob bor ekan. Endi A savol so'rayapti. Minus pi taqsim 2 pi oraliqdagi yechimlar soni yechimlar nechta yechimga ega? B savolda oraliqdagi yechimlar yig'indisini so'rayapti. Hop, sinus 3x teng 0 ya'ni 3x teng bo'ladi 0 plus pi ga. Birinchi holatini ko'rib olaman. Bundan x topsam pi ga taqsim 3 degan javob chiqadi. Endi qaysi oraliq edi bizda? Minus pi taqsim 2 pi. Hop, x ga manfiy son berishdan boshlayman demak. X teng agar agar k ga minus 2 bersam, minus 2 pi taqsim 3 bo'ladi. Minus pi taqsim 2 dan oshib ketadi. Shuning uchun k ga minus beraverman. Shunda x teng bo'ladi minusdan pi taqsim 3. Endi k ga 0 bersam x teng 0. K ga 1 bersam x teng pi taqsim 3. Hop, endi k ga beraman 2 beraman. Shunda 2 pi taqsim 3. K ga 3 bersam endi pi degan javob chiqadi. Demak, bizda mana shuncha javob chiqdi endi. Endi ikkinchi holatimda sinus 3x teng minus 1 taqsim 2 ga teng. Ya'ni 3x teng minus 1 ning k plus 1-si pi taqsim 6 qo'shilgan pi k ga teng. Endi bu yerdan ikkisini topib olsam minus 1 ning k plus 1-si pi taqsim 18 qo'shilgan pi k taqsim 3. Hop, endi buni yechishni nima qilaman? Ya'ni minus pi taqsim 2 pi oraliq yana. Bunga ham agar k o'rniga minus 2 beradigan bo'lsam, k o'rniga minus 2 beraman. Shunda minus 1 ning minus 1-si minus 1 qolaveradi. Minus pi taqsim 18 ayrilgan nima 2 pi taqsim 3. Bu degani minus pi taqsim 2 dan oshib ketdim. Demak, bu yechim bo'la olmaydi. K ga minus 2 qo'ya olmaymiz ekan, demak. K ga minus 1 bersam endi. Nima hosil bo'ladi? Mana bu minus 1 bo'lish 1 bo'laveradi. Pi taqsim 18 ayrilgan pi taqsim 3. Shunda mana bunga 6 beraman. Minus 5 pi taqsim 18. Bu yechim sifatida o'tadi. Endi k o'rniga 0 bersam, bu yoqqa k o'rniga 0 bersam endi. Minus 1 ning birinchisi bo'ladi minus 1 minus pi taqsim 18. Mana bu 0 bo'lib ketadi, 0 gacha qolaveradi. Demak, kengachimiz minus pi taqsim 18 ekan. Endi k o'rniga 1 bersakchi. Minus 1 ning kvadrati bo'ladi, pi taqsim 18 bo'ladi-da, qo'shilgan pi taqsim 3. Endi umumiy xarajdan bunga 6 beraman. Shunda 7 pi taqsim 18 hosil bo'ladi. Hop, demak, endi k o'rniga 2 bersamchi, minus 1 ning kubi minus pi taqsim 18 bo'ladi. Qo'shilgan bo'ladi 2 pi taqsim 3.
Umumiy maxraj bersam 11 pi taqsim 18 chiqadi. Endi nima qilaman? Endi nima qilaman? Kanoniga 3 berib ko'ramiz endi. 3 bersam -1/4 pi taqsim 18 qo'shilgan pi bo'lib qoladi-da, u pidan oshib ketadi. Bu degani yechim bo'lolmaydi bu degani. Demak bizda yechimlar sanaymiz endi. 1, 2, 3, 4, 5. Bu yoqdan 4 ta yechim chiqdi. Jami 9 ta yechim bo'ladi ekan. A savolining javobi 9 ta. B savolining javobi-chi endi. Shu oraliqda yechimlar yig'indisi. Shu oraliqda yechimlar yig'indisini ko'ramiz endi. -pi taqsim 3 kiradi. Pi taqsim 3 kiradi, 0 kiradi. 2 pi taqsim 3 kirmaydi, pi kirmaydi. Yozib olaman endi. -pi taqsim 3 qo'shilgan 0 qo'shilgan pi taqsim 3. Bulardan 0 bo'lib ketadi ekan. Endi bu yoqqa kelaman. -pi taqsim 18 kiradi. -5 pi taqsim 18 kiradi. Hop, 7 pi taqsim 18 ham kiradi. Endi hammasini mahraji bir xil qo'shib yuboraman. 7 pi -5 pi -pi taqsim nima 18. Shunda javob qoladi bizda pi taqsim 18 degan javob qoladi ekan. Pi taqsim 18. Hop, demak, keyingi savolga o'tamiz. 38-chi savolimizda nima deyapti endi? Y teng parabola berilgan ekan. To'g'richa grafiki ham berilgan. Shunda biz topishimiz kerak. Mana bu A'dan. A'da so'ragan narsasini topishimiz kerak. Endi B'da so'ragan narsasini topishimiz kerak keyin. Hop, demak, parabolada nuqtalar ko'ramiz endi. Parabolada bizda bor -3 degan nuqta bor. Mana bu -1 0 degan nuqta bor. Keyin esa mana -1 0 nuqta, -3 to'rt nuqta va 0 u -1 degan nuqta ham bor. Shularni endi qo'yib chiqamiz funksiyaga. -3 qo'ysak to'g'ri chiqishi kerak ekan. Shunda 9a ayrilgan 3b qo'shilgan s teng bo'ladi ekan nimaga? 4ga. Endi -1 qo'ysak 0 chiqishi kerak ekan. Shunda a -b plus s teng ekan 0 ga. X o'rniga 0 qo'ysak -1 chiqishi kerak ekan. Ya'ni 0 plus 0 plus s teng ekan -1 ga. Bundan kelib chiqadiki s teng ekan -1 ga. Endi a minus b -1 teng bo'lsa 0 ga, a teng bo'ladi ekan b plus 1 ga. Mana bu tepadagi qo'yib yuboraman endi. 9 ko'paytirilgan b plus 1 ayrilgan 3b. San o'rniga -1 qo'ysam, minusdan 1 teng bo'ladi 4 ga. 9b plusdan 9 ayrilgan 3b teng bo'ladi ekan nimaga? 5 ga. Shunda 6b teng bo'ladi ekan minusdan 4 ga. B ni topsam minusdan 2 taqsim 3. Endi a nimaga teng edi bizda? B plus 1 ga, ya'ni -2 taqsim 3 plusdan 1 ga. 1 taqsim 3 ga teng bo'ladi ekan. Shunda bizda endi funksiyamiz holatini yozib olamiz. 1 taqsim x kvadrat taqsim 3 ayrilgan 2x taqsim 3 ayrilgan 1 holatda bo'ladi ekan y funksiya. Ya'ni parabolaning ko'rinishi. Endi nima qilamiz? X0 bilan y0 topsak endi. X0 teng bo'ladi. Mana bu 2 taqsim 3 taqsim 2 ko'paytirilgan 1 taqsim 3. 1 ga teng bo'ladi ekan. Hop, x0 1 ga teng ekan demak.
Endi y nol topish uchun birni qo'yib yuborishimiz kerak. Y nol teng bo'ladi. Bir qo'yib yuborsak mana bu joyga. 1/3 ayrilgan 2/3 ayrilgan 1. Bu teng bo'ladigan nimaga? Oo, minusdan 4/3ga teng bo'ladi ekan. X0 ham Y0 ham chiqdi. Endi biz kani topishimiz kerak. Kani topish uchun nima qilamiz? Mana bu nuqtani topib olishimiz kerak biz. Mana bu ya'ni parabolaning nullarini topib olishimiz kerak. Mana bu joy 1 ekan. Bu joy qanaqa deb x bo'lsa x minus 1 taqsim 2. Yo'q, uni u hol tashlamaymiz. Mana minus 1dan mana bu yergacha bo'lgan masofa 2 mi? Bu yergacha bo'lgan masofa ham 2 bo'lishi kerak. Nimaga? Chunki uni x0 nuqta o'rtasida bo'ladi. Ikki nuqtani. Shunda bu yer 1 bo'lsa, mana bu yerimiz uchligiga kelib chiqib qoladi.